aka oxirgi savol shundanki, iboratki, siz aytdingizki, mani mag'lubiyatimni ko'rgani kelgan insonlar bor ekan dedingiz. Bu gapni aytishga nima majbur qildi va ular kimlar edi? Endi gapi ochig'ini aytsam, Firdavs aka Hasanov, assalomu alaykum. va alaykum assalom, rahmat hammaga. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Rahmat. O'zi qanaqasiz aka? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr, yaxshi. Endi boydan keyin dam olib o'tiribmiz o'zi. Ha, yaxshi, ko'z tegmasin. Xo'p, akajon, oldin boshqa ligalarda ko'rardik sizni. Nimaga aynan Mangu? Nimaga deganda, men o'zi aytib o'tdim, ko'p O'zbekistonda men professionalni hech qachon chiqmaganman. Shuning uchun Mangu ligasi ochildi, juda ham katta promotion. Hamma ko'rib turibdi. O'sish jarayoni juda katta. Keyin yana Samarqandda bo'lgani uchun ham meni jangim yo'q edi. 1 yil oldin urushganman o'zi. Oxirgi jangim o'tgan yil iyul oyida bo'lib o'tgan. Shuning uchun jangim yo'q sababli Mangu liga Samarqandda kelganiga men bu srazu o'zim shu qoqlab Samarqandda tug'ilib o'sgan joyimda olib shu yerga qaytdim. O'z vatandoshlarimni, muxlislarimni, qarindoshlar, aka-uka, oila hamma shu yerda bo'lgani uchun shu yerda o'sishga qaror qildim. Professional jangiz O'zbekistonda birinchisi edi. O'sha o'zbek muxlislarini qo'llab-quvvatlashini qanchalik his qildingiz chiqishdan oldin va bu qanchalik yaxshi? Gap ochig'ini aytsam, har doim chetda chiqqanman, boshqa davlatlarda chiqqanman. Birinchi marta bunaqa ощущение bo'ldi. Hozir hamma men tarafda edi. O'zimni o'yinda, o'zimni yaqinlarim, aka-uka, qarindosh, oila, butun muxlislar men tarafda bo'lgani uchun qanaqadir o'zimni juda ham qanaqa desam, uverенно his qildim. Вообще menga bu juda ham yoqdi. Agar iloji bo'lsa, Xudo xolasa yana agar Samarqandda yoki boshqa Toshkentdami shu O'zbekistonda bo'lsa, men urushga Xudo xolasa tayyorman. Da. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka jangga to'xtaladigan bo'lsak, nima uchun Miravzal akalar sizni oyoq zarbalarini berishingizda xohlashmadi? Menimcha Miravzallar professionalni biladi, ular ham yaxshi tushunadi. Sopernikim gabariti juda ham katta edi. Agar oyog'imdan ushlab yiqitsaydi, uni tagiga tushib qolsam, balkim chiqa olmasdim tagiga. Shuning uchun ham oyoq bilan urmasdan, qo'l bilan faqat ishlab, kurashdan shu zashita qilib, yiqilmaslikka stoykada turib yoki qo'l bilan ishlab, shunaqa ishlash uchun menimcha shu plan o'ylab oyoq bilan tepishni aytmagan bo'lishi mumkin. Men o'zim ham shunaqa o'yladim. Oyoq bilan ko'p tepmadim-u, uni fizический gabariti yaxshi edi. Desi ham og'ir edi, o'zi vazn qilolmadi bu sopernikim. Shuning uchun men o'zim ham planimda shu edi, qo'l bilan ishlash, kurashdan himoya qilish. Menimcha shu uchun ham aytgan ular ham maslahat berishlar. Jangni hal qilgan epizod haqida gaplashadigan bo'lsak, ahamiyat bersak, sizni o'sha kurashga olib ko'targandan keyin o'zini burchagiga yurayotgan paytida siz bug'ish uslubiga o'tishni boshladingiz. Bunga kimlar ahamiyat berdi, kimlar ahamiyat bermadi, men bilmadim-u. O'sha ustiga ko'targan paytida tanangizni orqaga qilib qo'lingizni tiqishni boshladingiz-da. Keyin men o'yladimki, bu rejada bo'lgan demak degan fikrga keldim. Haqiqatan ham shunaqamidi? Misol tayyorgarliklar jarayonida shunaqa bo'lish ehtimoli bormidi? Yo'q, gap ochig'i plan boshqacha edi. O'zgarib ketdi planlar. O'zi meni planim stoykada ishlash. Keyin raund oxirlarida agar u menga proxod qilsa, men kontrattaka qilib o'zini yiqitish yoki uni yiqitib ustiga chiqib ishlash, xullas charchatish edi. Plan bo'yicha keyin sizlarizmi yo'qmi, ko'zlarizmi, men korpusimga bitta yaxshi o'dab o'tkardim. O'zi jigarimga o'dab o'tgandan keyin men nafas ololmadim. Bir mana shu clinch payti bo'ldi-ku, clinchga sal qochishga harakat qildim. Qo'limni urmaganim sababim men nafasim qaytgan edi. O'sha o'tirib o'tkargan edim. Hozirgacha og'riyapti mana shu jigar tarafim.
keyin kolenasi bilan urmasin deb turdim. Shuning uchun men hech narsa qilmay, sal nafasimni rostlab o'zimga kelib, rasmlarni meni qilganimcha keyin meni o'sha etarib ketdi. Keyin уже men bildim, что уже zaxotga tushib qoldim. U meni proxod qildi yaxshi. Keyin ilojim yo'q edi, yo уже men yo uni bo'g'ib anaqa qilmasam tagidan chiqolmayman deb o'yladim. Chunki vaznim og'ir edi, juda ham fizически kuchli edi. Shuning uchun men уже u meni ko'targandan harakatni boshladim shu giletinaga. Keyin qo'lim kirib qolgandan keyin уже u ham sezdi. Qo'lim chiqib, o'zi qo'limni chiqarsam ham chiqara olmas edim bu yerdan. Chunki juda ham qattiq kirib qoldi. Perchatkalar ham anaqa yangi edi-da, qimirlamay qoldi. Shuning uchun keyin ikkinchisini ham tiqib, men o'ylaymanki, u tez uxlab qoldi. Chunki men uchun yana plotni zaxol juda ham qattiq kirib qoldi. Shu endi biz boyet, shuning uchun har narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Men bu jangda gap uchun hamma narsa urishga ham tayyor edim. Hamma narsani o'sha yerda qoldirishga tayyor edim. Chunki o'zimizni uyimizda, O'zbekistonda butun xalq bizlar uchun kelgan, shuning uchun просто так u yerda jang bo'lmasdi. Shuning uchun hamma narsani berishga tayyor edim. Bu yaxshi, bu yaxshi. Endi savol shundaki, uni yoki o'zi xohlamadi sizni yerga tashlashni, sababi qo'li tepada уже qo'li kirib bo'lganda, yoki murabbiylari tashladi dedi. Men shu holatga tushunmadim. Savol shundaki, agar yerga tashlamaganda ham bu uslubingiz o'tgan bo'larmidi? Yerga tashlagandami? Tashlamaganda. Ya'ni tepaga ushlab turib yoki kuchliroq tashlaganda yoki orqaga tashlaganda. Menda ikkita variantim bor edi. Yoki tepadan uni ushlash, agar tashlamaganda, yoki tashlagandan keyin yerda уже uni parterda уже ushlash. Agar orqa bilan tashlaganda. Yo, orqa bilan tashlashga ham iloji bor edi, no menda unda qanaqa aytsam, qobiliyatlar yo'q deb o'ylayman. Chunki men uni bu janglarni ko'rganman oldindan. U unaqa ham biz o'ylaganchalik volniy baret emas. U primoy yiqitadi yoki charchab qoladi-da. Shuning uchun agar unda yaxshi variant bor edi, u shunday meni yiqilmasdan prosta oldinga taylab, o'zi yiqilmaganida chiqib ketishi mumkin edi. Va u men o'zini burchagiga yugurib bordi-da, o'sha yerda taylab trenerlarning oldida u anaqa qilmoqchi edim. U paytda уже men uni ushlab qolgandim. Keyin loksib qo'ydi-yu, baribir zaxvat plotni bo'lgandan keyin уже juda ham tez muddatda уже o'qishdan ketish ham kech to'xtatildi deb o'ylagan narsam. Aka, oxirgi savol shundaki, iboratki, siz aytdingizki, meni mag'lubiyatimni ko'rgani kelgan insonlar bor ekan dedingiz. Bu gapni aytishga nima majbur qildi va ular kimlar edi? Endi gap ochig'ini aytsam, ko'pchilik yonimga kelib boydan oldin, boydan keyin ham uka ish qilib bizda anaqa ishonmagandek, hamma biza yutqizadi deb o'ylagandek, ba'zi birlar unisi bunisi shunaqa sani yutqizadi deb aytgandi. Boydan oldin ham bu gaplarni menga kelib aytishdi. Boydan keyin ham ishonmayotdi, sani yutqizasan deb o'tirishganda, unaqa deb ko'p gap so'zlar bo'ldi, lekin nomlarini, ismlarini aytmayman. Shuning uchun hammasiga ofshi qilib isora qildim. Shunaqa. Все, klassno. O'zim men bu narsaga ko'p e'tibor bermayman. Men avvalambor shu xalqim uchun, yurtim uchun, o'zim uchun, oilam uchun, aka-ukalarim uchun shu narsa sportda yuribman. Shuning uchun unaqa narsaga e'tibor bermayman. Prosta gap so'zlar ko'payib ketgani uchun bitta nuqta qo'yay dedim. Zo'r. Keyingi planlar, keyingi rejalar, xudo xolasa qayerda ko'ramiz sizni? Shu Rough Wrestling bilan o'zi amerikanskiy promotion, Clash promotion bilan gaplashganmiz, shu kontrakt kutib turibmiz. Yoki Karate Combat, LFA ko'p promotionlardan qarab turibman. Agar yaxshi anaqa berishsa, xudo xolasa sentyabrda katta turnir bo'lar ekan Mangida, Toshkentda, Humorenada. Agar xudo xolasa berishsa, agar jangim bo'lmasa, tayyorman inshaalloh. Aka, sizga rahmat. Savollarimiz faqat o'sha Mango jangi haqida edi. Uzr so'rayman, ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat katta, sizlarga ham.